Assalomu alaykum qadrdonlar, omonmisizlar, charchamayapsizlar. Biz hozir tug'ilgan kunga yetib keldik. O'zimizni Asakamizni Dasturxonchi mahallasiga yetib keldik. Farzandlari, nabiralari nomidan bobosini xursand qilamiz. Ketdik. Tug'ilgan kuningiz bilan, shukrona kuningiz bilan, payg'ambarimizga ummat bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan, chin yuragimdan muborakbod etaman. Xudo xohlasa uzoq umrlar ko'ring, hech qachon qarimay, hech qachon kasal bo'lmay, qalbingizda, dilingizda, yuragingizda nima niyatlaringiz bo'lsa, Xudo xohlasa Xudoyim hamma niyatingizga yetkazsin. Farzandlaringiz nomidan yetib kelyapsizmi? Ilojingizni ish qiling. Bir aytib qo'ymadim mana bolalarga. Kutilmaganda vaziyat boshqachada. Xudo xohlasa shu farzandlaringiz nomidan chiroyli tadarkadan tayyorlashtirgan bu Qur'on kitoblar ichida Xudo xohlasa meni bobom, meni dadam Qur'onda arz bo'lib yursin deb shuni tayyorlashtirib, bitta qarshiga chopib qo'yasiz. Xudo xohlasa. Baba bu ko'rishib olaveringlar, bemalol. O'zbekistonimizda hech qaysi tug'ilgan kunda tortsiz tasavvur qilib bo'lmaydi, to'g'rimi? Hayotingiz tortdek shirin bo'lsin degan maqsadda shu tortni ham tayyorlashtirib, bitta qarshiga chopasiz. Ola keling, siz qayga? Bo'ldi, ketdi. Yuringlar bo'lmasa. Yuringlar. Olavering, ola, yuring, ketdi. Bu yoqqa deyishyapti o'zi bolalar, kelinglar. Qani? Bu yoqqa alohida joylab qo'yibdi, ha? Chiroyli chiqsin deb, ha? Bo'ldi, kelaveringlar. Bo'ldi. Qani tog'a. Kelaveringlar. Bismillahirrohmanirrohim. Yo, bo'ldi, tog'a. O'tiribsan bo'lmaydi-da. Yo'q, tog'a. Yo, men ashiga o'taman, men o'taman, tog'a. Bola keling siz ham, bola. Yoniga keling, bola. Keling, yoniga keling. Bola keling. Ana, bola yoniga o'tiravering. Kel, mashhur. Aminlar kirib olaveringlar. Chaqir, qo'yganlarga chaqir. Kelaveringlar. Bular nabiralaringiz. Buncha kun nabiralaringiz. Hammasi nabiralaringiz. Kelaveringlar, hammangiz qilib olinglar. Salomat bo'lsiz bo'ldi. Sog' bo'lsiz. Qayerda
Koreyada. Koreyada. Koreyadami? Xudo xolasa salomat bo'lsangiz bo'ldi. Shu farzandlaringizni baxtiga sizni baxtingizga shu farzandlaringiz hamisha sog' bo'lib, salomat bo'lib yursa, shuni o'zi katta baxt. Xolam bilan qo'sha qarib, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasanglar, shuni o'zi katta baxt. Hozir bitta niyat qilib qo'ydim. Xola tog'a Xudo xolasa yuziga kirganingizda bizni shu xonadoninglarda hech qanaqa hassasiz, qarimagan holatda, kuchga to'lgan holatda, yuzinglarga ajin tushmagan holatda kelinglar bolalarim deb kutinglar, biz kelaylik, tabriklaylik, shu kunlarga yetkazsin. Xudo xohlasa katta hojilarga sertifikatlar qilib berilsin. Xudo xohlasa o'zimiz ism familiyalargacha o'qib, topshirib jo'nataylik, borib kelganinglarda uzun qizil daroshkalarda, oppoq kiyimlarda chiroyli, ma'noli qo'shiqlar bilan kutib olishlik bizni tabrik asaka jamoamizga nasib qilsin va shu kunlarga yetkazsin va yana niyat qo'shib qo'yapman. Xudo xohlasa bitta chiroyli inomarka mashinasiga oldiga dadajonimga, orqasiga onajonimga deb yozib olib kelishlik nasib qilsin. O'zimiz o'sha inomarka mashinasini kalitiga chiroyli qizil bantilarda chukib turib, mana dada, mana aya deb chiroyli qo'shiqlarni topshiraylik, o'sha kunlarga yetkazsin. Nima dedinglar? O'sha qaranglar, tog'am yuzida qon yurmadi emas, yugurdi hozir. Xudo xohlasa o'zi kutilmaganda surpriz boshqacha bo'ladi-da. Tog'a, biz o'zi bizning maqsadimiz dunyodagi barcha ota-onalarni farzandlari nomidan xursand qilishda. Biz endi ijtimoiy tarmoqda ko'rishgan ekan, niyat degan ekan, mana niyati amalga oshdi. Qarang. Endi qarang, siz uchun bitta tug'ma talantim bor, shundan foydalanib yuboraman agar yo'q demasangiz. To'g'ri ham, sizdan ana yoshini taxmin qilib to'g'ri topishni qobiliyatimiz bor-da. Yoshingizni so'ramadim, lekin farzandlaringizdan, yaqinlarini so'ramadim, o'zim taxmin qilib ko'rmoqchiman. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, chiqib belisiga berib nimaga to'g'ri topdingiz deb sudlashib yurmaylik. Agar rostdan ham to'g'ri topib qo'ysam, qo'li boshdan qarshi chopib qo'yasiz. Kelishdingmi? Agar bitta qo'lida telefoniga videoga olayotganlar bo'lsa, bitta qo'lingizda 100 yillarga urib qo'yasizlar. Qarsa hisobda qabul qilib olaman. Kelishding? Tog'a aytaveraymi? Taxmin qildim, rangin qildim. Xudo xolasa bugun siz erkecha gapda aytaman 20 yo 21 yosh. To'g'rimi? To'g'ri topdingmi? Bolam 18. 18. Bekarga ikkita sonda aytmadim. Xudo xohlasa, Xudoyim shunaqangi 20 yoshdan 20 tasini sizga, 18 yoshdan 18 tasini sizga bersin. Xudo xohlasa salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, qalbingizda, dilingizda nima niyatinglar bo'lsa, Xudoyim hamma niyatinglarga yetkazsin. Mana bugun kunlikda nabiralaringiz yonida, qizlaringiz guvohligida 20 ga kirgizib qo'yapman. Keyingi yilda 21 da ko'rishamiz. Xudo xohlasa. Keyingi yilda shu kunida ham Xudo xohlasa bundan da chiroyli padarkalar bilan, chiroyli bir katta sovg'alar bilan kelib sizlarni xursand qilib ketishlik albatta bizning tabrik asaka jamoamizga nasib qilsin va shu kunlarga yetkazsin. Endi tomon hozir farzandlaringizni, nabiralaringizni nomidan bir dona she'r bor. Yo'q demasanglar ijro qilib beraman. Bo'laverami? Ma'murxon kelsin. Xudo xolasa sizlar uchun shu farzandlaringlarni nomidan qabul qilib olasizlar. O'z dardin hech qachon oshkor etmaydi. Bizni siqilmasin deya saqlaydi. Otam kulganida dunyo porlaydi. Otam tabassumin yaxshi ko'raman. Onam tabassumin yaxshi ko'raman. Otam yuzlaridan bir nur yog'ilgay, ko'zlari ham ajib bir hisga to'lgay. Meni otam doim duolar qilgay. Otam tabassumin yaxshi ko'raman. Onam tabassumin yaxshi ko'raman. Otamga qo'shilib onam kulmayar, bunda mening baxtim ming karra oshar. Ular kulganlarin ko'rib quvnayman. Otam tabassumin yaxshi ko'raman. Onam tabassumin yaxshi ko'raman. Otam bilan onam doim sog' bo'lsin. Meni tabassumla duo qilishsin. Men ham ular ko'nglin shod aylagayman. Otam tabassumin yaxshi ko'raman. Onam tabassumin yaxshi ko'raman. Xudo xolasa bu she'rlar farzandlaringiz nomidan. Xudo xolasa endi sizga yana bir dona qo'shig'imiz bor. Ayting desiz aytamiz. Aytmang desiz majbur aytamiz, eshitishga majbur bo'lasizlar. Bo'laverami, ijro qilaveraylik ketdi. Yuribman qalbim yurib, Ha, nur to'qoyasida. Yuribman davrim surib, dadamni soyasida. Ravon qilur yo'llarim, gulzorim gulsollarim, ko'kka yetar qo'llarim, dadamni soyasida. Dushmanga xor bo'lmadim, do'stlarga zor bo'lmadim. Yashnadim
va boshqachada odam maza qilib Men ish qilolmam, men qo'rardim shu narsalarni. mana shu qo'shiqlar bugungi kundagi qo'shiqlar siz uchun. Qo'g'a hozir bunday xolamni ko'ziga qarasam, xolam jinday xafa bo'lgandek bo'lib turibdi. Hozir ichidan o'tkizdi. Nima deb o'tkizdi? Nimaga bu bolalar dadalarga aytadi, onalarga aytmaydi degan narsani hozir o'tkizdi. Xola sizga ham chiroyli qo'shiq bor. Farzandlaringiz nomidan va musofirdagi shu Koreyadagi o'g'lingiz nomidan qabul qilib olasiz. İcra qilaveraylikmi? Bo'ldi, qani. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Mening aziz umidvorim, ko'zimning nuri onamdir, suyanganim dil xumorim, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Qalbimda tilagim bedor, onajonim rahmating bor, yuzlari nurli onam bor, ko'zimning nuri onamdir. Menga oltin zar kerakmas, menga dunyolar kerakmas, baxtimga onam bo'lsa bas, ko'zimning nuri onamdir. Doimo salomat bo'lsanglar bo'ldi, sog' bo'lsanglar bo'ldi. Bugungi kunda qahramoni sizlar. Bugungi kundagi chiroyli dasturxonlar, chiroyli jonli ijrodagi qo'shiq, she'rlar, chiroyli xatarkalar faqat sizlar uchun. Xudo xolasa bugundan boshlab miyalarda qanaqangi g'am tashvishlar bo'ladigan bo'lsa, bir chekkaga shuni chiqarib olasizlar, hayotda kulib, o'ynab, maza qilib yashasanglar, shuni o'zi katta baxt. Ona Avazoxon aytganda yashab bersanglar bo'ldi. Xudo xolasa. Yelkalardan to ag'darilganda bo'ldi. Hozir Xudo xolasa biz maqsadimizga erishdik. Chunki bu dunyoda ota-onalarimizga qancha sovg'a qilib, ularni qancha ko'nglini olsak, ertaga farzandlarni tomonidan bizga ham qaytadi. Xudo xolasa xursandmisizlar? Juda xursand. Taassurotlar qanaqa sizlarda hozir? O'tirib gapirayam, turib gapirayam. O'tirib gapiravering. Allohga rahmat sizlarga, mana shu uyushtirganlarga ham rahmat, keyin sizlarga rahmat. Ilohim sizlar ham hammanglar ham biz yoshimizga yetdinglar. Mana men 70 ga, bu xolos 65 ga kirdi, kiryapti. Endi Xudo xolasa siz o'zingiz aytganda 100 yoshlarga ham kelishga nasib qilsin. Sizlar ham biz yoshimizga yetdinglar. Mana qanday nevarali, chevarali bo'linglar. Biz ham sizlarga kechagina sizlarga yurgan edik. Yana mana torcholar, rubobcholar ashulalar aytib yurardi. Mana hozir mana 70 ga kirdik. Bolalarda rohatini ko'rib yuribmiz. Bittagina o'g'lim bor, hozir Koreyada. Mana kelinim, qizlarim, nevaralarim hammasi o'zimning bolalarim shular. Yana bir ikkita kelolmagani ham bor. Ular endi videoda ko'radi. Endi videoda ko'zini kuydirasizlar, videoda ko'radi. Ilohim aytyapman, shu kunlarga ham yana ko'rishga nasib qilsin. Uzoq yillar mana ko'rishaylik. Sizlarga ham ijodiylarga omad, baxt, saodat, bolalar rohatini ko'ringlar sizlar. Rahmat, mana shu uyushtirganlar hammasi ham sizga ham bo'lam, sizlarga ham hammalarga rahmat. Salomat bo'lsangiz bo'ldi. Men juda xursand bo'ldim. Bizni shu xonadonga chaqirgan farzandlaringlarni haqiqatda chiroyli duo qilib qo'ysanglar, esdalik o'tkazamiz. Ilohim, Allohim shu kunlarga yetkazganingga shukr, ko'rsatgan kuningga bergan rizqingga shukr. Allohim shu kunlarga yetkazding. Alloh mana biz bilan tenglar qanchasi o'tib ham ketdi, ularning joylarini jannatdan qilsin. Qarindoshlar, aka-ukalar o'tib ketganlari bor. Ularning hammasini joylarini jannatdan qilsin. Ota-onalarimizni ham hammalarini, qolganlarimizni umrimizga, rizqimizga baraka bersin. Allohim mana qizlarim bor, kuyovlarim bor. Xudandalarim bor, aka-ukalar, mana o'g'lim Koreyada, aka-ukalarim bolalari, qarindoshlar safar yurganlar bor, safardagilarning hammasini safarlari betar qilsin. Bedagi bolalarning hammasi ham o'qimishli, ilmli, ma'rifatli bo'lsin. Allohim ota-onasi yo'ldosh bo'lsin. Yomon ko'zlardan, balo qazolardan o'zi saqlasin Parvardigor. Sizlarga ham omadinglarni bersin. Sizlarga ham ota-onalar bo'lsa, umringiz bo'lsin, rizqingiz bo'lsin. O'tib ketgan qarindoshlar, bobolik, enalaringlar bo'lsa, ularning joylarini jannatdan qilsin Parvardigor. Nimaki dilinglarda yaxshi niyatlilar bo'lsa, hammanglar ham niyatlariga yetsin. Men ham bolalarim, nevaralar hammasi ham umrni uzun rizqini qilib, sizlarga o'xshagan yaxshi, shirin yigitlardan bo'lib yetishni nasib qilsin.
Allohim bu kunlardan yaxshi kunlarni ko'rsatsin, yomonidan Xudo o'zi saqlasin. Kelajak kunlarga ham hammamizni tinchlikda, sog'lik, salomatlikda, ittifoqchilikda yetishga nasib qilsin. Salomat bo'linglar. Xonadoninglarda shunaqa xursandchilik kunlar ko'p bo'lsin, to'ylar bo'lsin. Bizni tabrik asaga jamoasini aytish albatta esingizda. Xizmatinglardan salomat bo'ling. Yo'q, hozir xolamga o'xshagan bitta ona asakada kutib turibdi. Uyiga bormasa jalba qilib yuboradi. To'ylarda chaqiringlar, kelamiz nasib bo'lsa. Xudo xolasa.